qo'limizdagi manbalar o'sha antik misrliklarga borib taqaladi. U yerda ham o'sha Musoni o'zini hududidan Yahudiylarda hali hozirgacha o'sha erkak chaqaloq tug'ilganda 8-kuniga sirkumsiziya amaliyoti bajariladi. O'sha joyda terisini olib yuzaga chiqarib qo'yilganligi uchun lazzatlanishni oshiradi. Bu ham fakt. Terisini olib tozalab ochib qo'yilgandan keyin ularni orasida turli iflosliklar, mikroblar to'planishiga sharoit yaratilmaydi. Bu tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, ilk sunnat qilishlikni boshlanganligi haqida aniq yozma dalillar yo'q. Lekin qo'limizdagi manbalar o'sha antik misrliklarga borib taqaladi. U yerda ham o'sha Musoni o'zini hududidan taxtga o'tirgandan keyin ibroniylarni haydab chiqarayotgan paytida ularni sunnat qilib chiqarilgan deganligi haqida ma'lumot bor. Ya'ni ommaviylashishi haqidagi ilk ma'lumotlar shundan boshlangan. Bu o'sha davrda faqatgina qulligini bildirish ma'nosida kesib amalga oshirilgan ish sifatida qarab kelingan. Bugungi kunda bilasizlar, bu yahudiylar va musulmonlar orasida ham juda keng tarqalgan diniy amal hisoblanadi. Hattoki buni sunnatdan shart darajasigacha ko'tarilgan. Yahudiylarda hali hozirgacha o'sha erkak chaqaloq tug'ilganda 8-kuniga sirkumsiziya amaliyoti bajariladi. Endi buni kelib chiqishligini o'sha diniy manbalardan qaraydigan bo'lsak, Ibrohim alayhissalomga borib taqaladi. Yahudiylarda o'sha davrda bilasizlar, o'zini birinchi tug'ilgan erkak avlodini, farzandini Xudoning yo'lida qurbon qilish kerak bo'ladi. Buni bilasizlar, o'sha Ismoil alayhissalomni qurbon qilishligi, undan keyin qo'chqorga almashtirilganlik voqeasidan xabarlaring bor. Endi shu joyda yana shunaqangi bir ma'lumot, bir fikr borki, tug'ilgan erkakni bir butun adaq deyiladi. O'sha atash yoki qurbon qilmasdan turib, uni bir parchasini bo'lsa ham qurbon qilishlik motiv sifatida saqlanib qolgan. Aytib o'tganimizdek, antik Misr haqida gapirilgandan keyin o'z-o'zidan tangrilar, tangrichalar va mifologiyada so'z bormasdan boshqa ilojisi ham yo'q. Yunon mifologiyasiga ko'ra Atis o'zini sevgilisi bo'lgan Kibellaga o'zini "Men bir umr sanikiman, senga sodiqman" mazmunida unga so'zlar bergan bo'ladi. Lekin o'sha balki hozirgi kunda ham qaysidir ma'noda tushunsa bo'ladigandek qirolning qiziga uylanishga qaror qiladi. Lekin bu to'yga Kibellani ham taklif qilingan bo'ladi. Kibella bilan o'sha to'yda raqsga tushayotganda ko'z-ko'zga tushib, keyin hattoki bir-biriga yaqinlashib to'qnash kelgan paytda Kibella Atisga jahl qilgan mazmunda uni jinsiy a'zosini kesib tashlaydi degan fikr bor va kesib tashlab qonlar ichida yotgan Atisga Kibellani rahmi kelib, uni keyin o'sha bir umr yam-yashil o'sha manbalardagi qarag'ay yoki archa, ba'zi adabiyotlarda chinor daraxtiga aylantirib uni qo'yadi va mana seni bir umr endi o'zimniki qilib oldim deb aytadi. Shu voqeadan keyin o'sha Misrdagi Pesinius ibodatxonasiga Kibellani yoniga rohib bo'lib kiradigan erkaklarni hammasini sunnat qilishlik va sunnat qilingandagi hali bugungi xalq orasidagi chuki deymiz-ku, uchi preputsion xaltasini o'sha deylik qarag'ay daraxtini ostiga ko'mishlik yoki chinor daraxtini ostiga ko'mishlik majbur bo'lgan. Bundan qarab turibsizlarki, bugungi kundagi ota-bobolarimizni o'sha kesgandan keyin uchini borib mevali daraxtning ostiga ek, uvali-juvali yigit bo'lib yetishsin yoki chinorning ostiga borib ko'mgin, chinordagi baquvvat umr uzoq bo'lsin degan bugungi kundagi irim darajasidagi gaplarni ham ildizi shu davrlarga borib taqaladi. Sunnat qilishlik, sirkumsiziya erkaklarni
tez tashashligini oldini oladi deymiz. Buni qanday o'sha mexanizm deyilsa, jinsiy olat boshini o'rab turgan o'sha preputsium xaltachasini ochib qo'yilgandan keyin preputsiumda harorat pastlaydi va ishqalanish 2 marta bo'lmasdan 1 martaga tushganligi uchun tez tashlash kamayadi. Undan tashqari o'sha sezgi nuqtalari, o'sha frenulum deymiz, yugancha deymiz, o'sha joyda terisini olib yuzaga chiqarib qo'yilganligi uchun lazzatlanishni oshiradi. Bu ham bir fakt. Terisini olib tozalab ochib qo'yilgandan keyin ularni orasida turli iflosliklar, mikroblar to'planishiga sharoit yaratilmaydi. Bu gigiyenik jihatidan ham to'g'ri hisoblanadi. Undan tashqari ayollarga nisbatan ham foydalari bu bachadon bo'ynini rakini kelib chiqishida o'sha preputsium ishlab chiqaradigan smegmani zararlari borligi, sunnat bo'lgan erkaklarning ayollarida bachadon bo'ynini rakini kamroq uchrashi ham ilmiy tasdiqlangan va bu o'tkazilgan ilmiy maqolalardan yana shunaqangi bir ma'lumot ham borki, ayollarni lazzatlanishini ham yuqoriga ko'taradi va ko'proq o'sha tadqiqotlardagi ayollardan so'ralganda sunnat bo'lgan erkaklarni ko'proq tanlashlarini yoki ma'qul ko'rganliklarini ham tasdiqlovchi maqolalar, faktlar bor. Sunnat qilish texnikalari haqida gapiradigan bo'lsak, sunnat qilishdan oldin 2-3 savol. 3 savoldan asosan 2tasiga javob berib o'tishimiz kerak. Birinchisi, kim qiladi sunnatni? Bu albatta javobi urolog. Xirurglar ham qiladi, xirurglar qilishiga albatta qarshi emasmiz, lekin soha jihatidan, anatomiya jihatidan jinsiy olat urologlarda, androloglarda joyi hisoblanadi. Shuning uchun urologga qildirtirgan ma'qul. Qayerda qiladi degan savolga esa albatta steril operatsiya qilish imkoniyati bor, operatsion xonada qilish kerak va butun dunyo tavsiyasi umumiy og'riqsizlantirish ostida. Uchinchisi, qanday texnika bilan qilish kerak deydi. Bugungi kunda qonli, qonsiz degan juda ham bahs munozaralar bor, lekin asosan eng bizning tilimizda traditsion deymiz, ommalashgan usul mana shu rasmda, videoda ko'rib turganlaringdek, ikkita preputsium xaltasini qisqich bilan ikkita yonidan ushlab turib, o'rtasidan glans peniskacha ochib, tojini ko'rish, jinsiy olat korona deymiz yoki glans penisni ochib, ikkita yonga kesib borilib, qonni to'xtatib va o'sha pastidagi yugancha deymiz, frenulum bo'ladi. Shu atrofida tugun qo'yib, qonni to'xtatib, toza bog'lam qo'yish bilan yakunlanishligi tavsiya